Assalomu alaykum O'zbekiston. Men sizlarga hozir bitta narsani aytmoqchiman. Meni har kuni kun davomida mashq qilmayotganim sababi men hozirda Oksford maktabida o'qiyman, Samarqandda joylashgan. Bu Oksford maktabi bizni shu chet elda top universitetlarga ketishga yordam beradi. Men birinchi o'rinda bilimni qo'ydim o'zim hayotim uchun. Bilim olish. Bu payg'ambarimiz sunnati bo'lgan va payg'ambarimiz bizga ta'kidlab qoldirgan. Ikkinchi o'rinda esa bu sport. Sport bilan shug'ullanish ham yomon emas. Sport bilan shug'ullanish bu tanangizni parvarishlash va sog'lomlik. Shuning uchun men sportni ikkinchi o'ringa qo'ydim. Azizlar, ishonib qolaman. Podpiska tugmachalarini bosib qolasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Qani shu hafta va keyingi haftagacha biz 1000 ta bo'lamiz deb ishonaman. Qani O'zbekiston olg'a har doim addish-padishkada bo'lib qolamiz.